Bu ot düşmedi bu ot. Ötmedi. Allah. Batırıp kötüp döndü. İctimai taraqqilarda keng tarqalgan video va sin ko'rinishlarga qaraganda 11 oyning 24 kuni kechqurun Urumchining Tangirtog rayonidagi cho'ng bozorga yaqin bir aholilar qarovsiga o't ketgan. Ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgan videolardan u binoga borgan o't o'chirish asiratining o'tni vaqtida o'chirmaganligi ham o'chiramaganligi, uylarga solinib qolgan ayollar va bolalarning sirtqa qochib chiqolmay o'lganligi bilinmoqda. Vallahi mavi o't ketibdi. O't ketgandan gap maviga. O't o'chirish mashinasimi yo'q-da mashina mayada. Xitoy hukumatining bergan ma'lumotida bu qitimqi o't ketish voqeasida o'lganlarning soni 10 ga yetgan. Ammo turda oshkorlangan to'liqsiz ma'lumotlarga qaraganda bu qitimqi o't ketish voqeasida 20 necha odamning o'lganligi hamda yaralanganlarning davomli o'lib ketayotganligi, ularning ko'pinchisining ayollar va bolalar ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Washington Postasi gazetining 25 noyabr kuni xabar qilishicha, bu vaqada o't 15 qavatdan 17 qavatgacha tutashgan va 3 soat ko'ygan. Ammo videolarda ko'rsatilgan naq maydon ahvolidan qaraganda bu o't 14 qavatdan 19 qavatgacha ko'ygan. Mazkur gazetning xabarida ko'rsatilishicha yana bu vaqada 10 odam o'lib, 9 odam yaralangan. Bu vaqa bu hafta Xitoyda yuz bergan ikkinchi cho'ng o't ofati bo'lib, ikki qatimliq ofatda 48 odam o'lgan. Xitoy hukumatining bu yil 8-oydan boshlab yo'lga qo'ygan yuqumni nolga tushirish siyosatida Urumchi shahrining Tangirtog rayoni yuqori darajali xatarlik rayon deb bekitilgan bo'lib, bu rayonda yashayotgan Uyg'ur aholilari 3 oydan beri uyga solinib qolgan edi. Bu qatimqi o't ketish voqeasidami o't ketgan uydagi aholilarning sirtqa chiqishi cheklangan bo'lib, 20 dak odamning o'lishi Xitoyning bu qamal siyosatining yana bir fojiasi bo'lib qolgan. Bu o't ketish voqeasi Uyg'urlarning Xitoy hukumatining bu qamal siyosatiga bo'lgan g'azab nafratini texmi kuchaytgan bo'lib, ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgan ko'plagan videolarda bu kayfiyat ro'shan ifodalangan. Apamın bir dostu var uyudaki. Apamın apısı bilen tutmalıken, apısı bilen tutmalıken. Dadısıya gittikken. Şuna olan 10 yaşlık oğluydu. Müsabık görüp dostumun oydu görüp çıkaydı. 10. qavat küçük gittikken dostumun oyuga. Qalğanda apısı bilen akıfkılar tügep gidip durdu. Dizim tügep gittikken. Apamın yalğız aşparlam kapattı. Bunun bir xabarlar to'rimi 24 noyabr kuni Xitoyning yuqumni nolga tushirish siyosati kishilarning g'azabini ulg'aytdi nomli xabar berib, Xitoy hukumatining o't ketgan ahvoldami qamalni bo'shatmaslik va o'tni vaqtida o'chirmaslik javobgarligini ko'rsatib o'tgan. Bu voqeadan keyin Uyg'urlar har xil besim va xatarga qaramay, ijtimoiy aloqa vositalarida bu fojiadan tug'ilgan ig'ir andishisi va yurak so'zlarida ifodalagan. Yo'lda turib chachqanda bu suyim yetmadi, u o't va uyga mana quruq yerga chechilyapti. Başqa yerga. Tianjin rayonida yuz bergan o't ofatidan hammamiz xabardor bo'ldik. 10 odam o'lib ketdi dedi. O't ofati yuz bergan chog'da sirtqa qochish. Hamma odamning biladigan aqliy savodiga uni o'gitish ketmaydi-ku. O'tdan yiroq turish, yiroq qochish, sirtqa qochish. Aqliy savod-ku. Ular nima uchun qachanmidi? Nima uchun qiyochiya qilishib bizni qutuldiringlar deyaldi, lekin sirtqa qachanmidi? Buni hammamiz bilamiz. Hammamizga ayon. Lekin biz nima deyalaymiz, nima qila olamiz? Faqat shu ketganlarning yotgan joylarining go'zal bo'lishini. 25 noyabr kuni ijtimoiy taraqqilarda keng tarqalishga boshlagan eng yaqinqi videolarga qaraganda Urumchida bir binoga o't ketib, o'nlagan odamlar kuyib o'lgandan keyin Urumchidagi Xitoy aholilari doiralarning qamal siyosatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazganligi ma'lum.
Yemiz tarafından texil rasmiy dalillanmagan bu namoyishga Uyg'ur aholilarining qatnashgan yoki qatnashmaganligi noma'lum. Ijtimoiy taraqqilarda tarqalayotgan bu vaqtdagi videolarda namoyishchilarning kech qorong'iligida g'azab bilan to'layotgan, taraslab o'q etilgan, shundaqla kishilarning qiyochiya qilgan ovozlari nihoyat aniq anglangan. Radyomiz voqea haqida yana ilgarilab naq maydondan xabar olishga tirishmoqda. Почему-то не пошел. Не хотел.